Assalomu alaykum kanalimiz aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan birga baliq pishiramiz. 5 kilo baliq bo'pti. Uni yuvib, tozalab, tayyor qilib olganmiz marinovka qilishga. Marinovkani faqat tuz bilan limon sosidan foydalanamiz. 5 kilo baliqqa 2 osh qoshiqda silliq tuz solamiz hamda limon sosi yoki limon o'zini suvini, bitta limon suvini siqib solamiz. Bu yerda men hozir 3 osh qoshiq limon sosidan foydalanyapman. Mana limon sosini quyib olamiz va 2 osh qoshiq tuzni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana limon sosi bilan tuz solib, endi yaxshilab aralashtiramiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi ustiga strech qilib 2-3 soatga xoldinga qo'yamiz. Balig'imiz sazan balig'i. Limonni suvini siqib solishimizdan maqsad baliq hidini oladi. Juda ham mazalar zo'r bo'ladi. Mana marinovkamiz tayyor. Endi buni xalnikiga yoki bo'lmasa salqin qo'yib qo'yamiz 2 soatga tuz singishi uchun. Baliq 3 soat turdi. Endi pishirishni boshlaymiz. Balig'i unga belab pishirib olamiz. Balig'i mana o'rtacha olovda pishirishni boshladik. 2 oq qizargandan keyin olamiz. Balig'i bosib ichiga suvlarni chiqaramiz. So'zlarayapmiz. Mana balig'imiz tilla rangga kirdi. Endi olamiz qozondan. Yog'ni sepib. Balig'imizni hammasini shunga chiroyli qilib qizartirib pishirib olamiz. Yoniga soslar bilan dasturxonga issiqlikda tortamiz. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.